Rasulullohning uyiga bordi. Maslahatchilarning so'zidan shijoatlanib, Fatima Zahroni so'ragani Rasulullohning uyiga bordida, salom berib, Rasulullohning oldida o'tirdi. Endi shu mavqifni bir tasavvur qiling. Rasululloh o'tiribdi, 24-25 ga kirgan yigit o'tirib turib, Ali salom berib indamay o'tiribdi. O'zi sovchi bo'lib kelgan. Kim uyiga? Rasululloh. Kimni so'rab keldi? Fatima Zahro. Subhanalloh. Rasululloh sezdi Alini bir hojat bilan kelganini ayta olmayotganligini. Oradagi xijolatchilikni ko'tarish uchun Rasululloh Ibn Abi Tolibning hojati nadir dedi. Shunda Ali roziyallohu anhu Rasulullohning qizlari Fatimani eslagan edim dedi-da, yerga qarab jim turib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni eshitishi bilan lutf ko'rsatib, xush kelibsan, safo kelibsan. Bo'ldi. Yana oraga jimlik tushdi. Ali roziyallohu anhu nima bo'lganligini tushunmasdan sekin turib chiqib ketdi. Tashqarida turibdi maslahatchilar. Nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'ldi. Rasulullohga murodimni aytuvdim, xush kelibsan, safo kelibsan dedilar. Bo'ldi. Senga bitta so'z ham yetar edi, senga ikkita aytibdi. Muborak bo'lsin deb turib, hamma xursand bo'ldi. Ertasi kuni